Eng isqirt odam bu. Eshiting, kim? Dunyoda kiyimi yamoq, qo'llari tuproq, lekin ko'ngli oppoq odamlar ko'p. Ammo shunday toifa borki, ular eng qimmat atirlarni sepadi, eng so'nggi rusumdagi mashinalarda yuradi, lekin ulardan manfaat va xiyonat hidi kelib turadi. Eng isqirt odam bu sening eng og'ir kuningda yoningda turib, ich-ichidan sening yiqilishingni kutgan odamdir. U senga kulib qaraydi, do'stman deydi, siringni oladi, lekin fursat tug'ilishi bilan o'sha sirni senga qarshi qurol qiladi. Ular shunday isqirtki, o'zining kichkina manfaati uchun birovning yillab qurgan obro'sini, oilasini yoki baxtini chilparchin qilishdan qaytmaydi. Ular uchun muqaddas narsaning o'zi yo'q. Na do'stlik, na qarindoshlik, na insoniylik.